Assalomu alaykum. Sizlar bilan Jizzax davlat pedagogika universitetining maxsus pedagogika logopediya yo'nalishi magistranti birinchi bosqich talabasi Ilhom Uralov bo'laman. Bugungi mavzuyimiz korreksion pedagogika fanidan fonetik fonematik nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarni o'qitish hamda tarbiyalash mavzusi haqida gaplashamiz. Hop, bu yerda 4 ta reja bo'yicha sizlar bilan bugun gaplashamiz. Hop, bu yerda keltirilishicha nutq kamchiligini asosiy sabablar haqida gapiradigan bo'lsak, nutq kamchiliklarining asosiy sabablari bu genetik, atrof muhit yoki psixologik omillarga bog'liq bo'lishi mumkin. Ya'ni genetika degani ota-onadan o'tadigan nasliy omillar sababli bu etiologiya, ya'ni patologiya kelib chiqishi mumkin ekan yoki tug'ruq jarayonidagi patologiyalar yoki tug'ruqdan keyin orttirma nuqsonlar yoki sog'lom bo'lib tug'ilgan paytida bolani atrof muhit jihatidan funksional buzilishlarini biz misol qilib kelishimiz mumkin. Ona qornidagi onaning oqsillar yetishmovchiligi homilada, onada turli xil asabbuzarliklar yoki boshqa bir xronologik kasalliklar yuzaga kelishi oqibatida bola nutq nuqsoniga, ya'ni fonetik fonematik nutq nuqsonlariga ega bo'lib tug'ilishi mumkin ekan, azizlar. Xo'p, biz keyingisiga o'tamiz. Nutq kamchiliklarining turlari haqida o'tadigan bo'lsak, nutq kamchiliklarining turlari o'zi asosan ikkita katta bo'limga o'tadi. Ya'ni og'zaki nutq kamchiliklari hamda yozma nutq kamchiliklariga bo'lib o'tadi ekan. Shuni ikkitasi ichki semantik nutq kamchiliklariga bo'linadi. Ya'ni bu qanday? Allali, afaziya. Yozma nutq kamchiliklariga disleksiya, disgrafiya kabilarni biz bemalol kiritishimiz mumkin ekan. Fonetik kamchiliklarga oddiy dislaliyani keltiradigan bo'lsak, bolalarda s yoki sh tovushlarining yo'qligi, r tovushlarining yo'qligi kabilarni olishimiz mumkin ekan, azizlar. Xo'p, bu yerda nutq kamchiliklarini boshqarish usullari haqida gapiradigan bo'lsak, bunda nutq terapevti bo'lmish logoped ishlaydi. Logopedning ish vazifasi bu nutq, ya'ni nutqni yo'lga qo'yish, uning mexanik va funksional ekanligini aniqlab olish, unga tashxislash, ya'ni unga korreksion ishlar tizimini ishlab chiqish va bolani korreksiya qilish kabi ishlardan iborat hisoblanadi logopedning vazifasi. Logoped bilan ishlaydi hamda nima deydi? Psixolog bilan ham ishlaydi. Ya'ni u shifokor bilan ham ishlaydi. Ya'ni logopedning o'zi ishlamaydi u yerda. Xo'p, nutq kamchiligini oldini olish, bartaraf etish kabi ishlarni, ya'ni nutq kamchiligi zo'rayib ketishdan oldin logoped yoki ota-ona uyida mashg'ulotlar orqali oldini olishi kerak bo'ladi. Ya'ni ularni erta aniqlash, profilaktik choralarni ko'rish muhim omil hisoblanadi biz uchun, albatta. Xo'p, fonetik va fonematik o'qitishning asosiy tamoyillari haqida gapiradigan bo'lsak, bunda asosiy tamoyillar nutq rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ular talaffuzni yaxshilash, tushunishni kuchaytirish, nutq kamchiliklarini tuzatishda yordam beradi. Bu tamoyillar nutq rivojlanishida samarali o'qitish uchun asosiy xizmat bo'lib hisoblanadi ekan. Xo'p, ovoz va talaffuzni rivojlantirish uchun turli texnikalar mavjud. Logoped ish jarayonida turli xil metodlar, texnologik vositalardan foydalangan holda bolaning nutqini rivojlantirishga bor diqqatini qaratadi hamda ma'lum bir muddatda bolaning ehtiyoji, ya'ni nutq nuqsonidan kelib chiqqan holatda uning nutq nuqsonini tuzatish qancha vaqtga cho'zilishi o'shanda belgilanadi. Ya'ni bolani o'ziga ham bog'liq, ham logopedning shug'ullanish jarayoniga, ya'ni mashg'ulotga ham bog'liq ekan, azizlar. Xo'p, fonematik o'qitish, o'zaro aloqa o'zlashtirish bu maktabda, bog'chada, tarbiyachilar tomonidan, o'qituvchilar tomonidan, logoped, psixolog, vrach tomonidan hamkorlikda, ya'ni asosan ota-ona bilan hamkorlikda olib boriladigan fonetik fonematik nutq nuqsonlarini tuzatish ishlarini olib borish kerak asosan. Xo'p, bu yerda yangi texnologiyalar, innovatsiyalar, zamonimiz rivojlanayotganda yangi texnologiyalardan foydalanishimiz kerak bo'ladi, azizlar. Xo'p, bu yerda bolalarda nutq rivojlanish bosqichlari haqida gap ketgan. Xo'p, qisqa qilib tushuntirganda, fonetik fonematik nutq nuqsonlari, ya'ni fonematik idrok, ya'ni eshitishni buzilishi, eshitishda o'sha grammatikasi, so'zni qanday tashkil qilyapti, so'z qanday grammatik qo'shimchalar tashkil qilib, ularni yaxshilab tushunmaydi. Fonetik buzilishlarda o'sha til, lab, artikulyatsiya apparatlaridagi kamchiliklar orqali buziladigan nutq kamchiliklarini olsak bo'ladi ekan. Qisqa qilib tushuntiradigan bo'lsak, vaqtimiz kam bo'lgani uchun men sizlarga mana bu slaydni ham tashlab qo'yaman. Kanalimizga bemalol tomosha qilishingiz, ko'rishingiz, ilm olishingiz mumkin. Hammaning ishiga omad, sog' salomat bo'ling.